Assalomu alaykum hammaga. Navbatdagi pulimizni Shavot Qosomovga yetib keldik. Akrildan da patolog variant bo'ldi. Xudo xolasa hamma o'zi 0 keldi zamzamlarim. Balandlari, dimoxotning ustlari polka bo'ldi. Ustlari 3 etoj bo'ladi. Vakuumli eshik, original pullar, poni pulga, oynaning ustlari ham uzatildi. Oynaning ustlarini ham aytib qo'ysa bo'ladi. Kengishligicha. Bu variant o'tishdi. Aylandı. Xolodilnik ustlari o'zi keldi. Zazor yo'q. Bu yerdagi zazor eshikni ochish uchun qo'yildi. Pastlarini asudan moyka uchun joy tashab ketildi. Razmer shunday joyga qo'ysa bo'ldi sayat. Stol iranskiy stol qo'yildi, 3,5 santimetrlik. MDF solishni bo'ladi. Orqalarga plyontuslar ham polni germetiklanib ustanofga etildi. Moykalar ham ustanofga etildi. Stakanlar şarjı legallar bonus çıkardı şimdi. Hem de işlerine bakalım. Legane tahta kesim moykanın bonusuna çıkardı. Tek moykanın pesleri musanın içineklerine koyuldu. Moykanın yan başına suçlukla koyup berganmiz. Pesine oddiy tortma qo'ydik. Hamma joyi vakuumli bo'ladi. Pastlar 2 etaj, tortmalar ham polni doychik. Gazlar ham настольный gaz bo'ldi. Kesib, germetiklanib, hamma yeri 0 bo'ldi. Xudo xolasa 5 zazor. Hamma joyi 0 keldi. Gazning tina duxovkaga razmer tashab ketdik. Duxovkaga qo'ysa bo'ldi.